Urilgan mashinalar qimmat hozir. Chunki urilib ko'rgan endi urilmaydi-da. Shunday deb o'ylasa kerak odamlar. Hech bir kelishtiraylik aka, buncha pul aytasizlar. Men shu yilni shunday 110 millionga bermayapti bozorning ichiga, to'g'risi. O'sha qo'lini ushlab, biror 110 ga bering aka deyaptimi o'shanga? Dedi. O'zimiz usharaylik. Mana akam. Agar o'shanday bo'lsa, mana bu turgan mashinalarim qolmasligi kerak. Bilasizmi? Men 115, 120 aka 2021, 22 larni tozasini beraman-ku. 120 millionlar, 20 baland yuqorini beraman aka. Kelishtirib ayting, kelishtirib. Jon aka, to'g'ri, Jon aka. To'g'ri aytyapsiz. Sizga qimmatga tushgandir, qimmatga tushdi degani siz qimmat sotasiz degan joyi yo'q. Kelishtirib bersangiz olaman. Necha pul misol? Yo, tamam, kelishib so'rang aka. Bozorda 75 million naqd pul beraman. Necha pul bo'lsa berasiz? Ochiqcha ko'ring, necha pul bo'lsa. Qiynayapman. O'zimda ham, sizda ham. bitta narsa 100 bo'lsa beraman mashinani. 100 million bo'lsa. Bitta ko'ring, 80 million bo'lsa berasizmi? Yo'q. Naqdi 80. Yo'q. 19 ati pasportda. Yurgan qancha aka? 1,5. 1,5 ko'ryapti. Yo'q. Buyoqqa hech bo'lmasa 90 da ko'ngli aka. Kamiyada. Bozordan Keling, bunda buyoqqa bitta men bir o'zimda, buyoqqa keling, yaqinroq keling. Men buyoqqa bitta bir o'zim savdo qilamanki, o'zim aqlim yetgancha-da, keyin oxirini bir bilib odamlarga aytaman-da, balkim sizni ko'nglingizdagi kimgadir to'g'ri kelar. Menga pullaringiz kerak emas keyin. Ishingiz bitib ketsin aka. Siz keldingizmi? Shu bilib keldingizmi? Ishingiz bitib ketsin aka. Men hech kimga yomonlik tilamayman. Bir sizni ish bitsa, yana bitta oluvchini ish bitadi-da. Menga shu kamaygan yaxshi oluvchilar xursand bo'lsin. 90 bo'lsa berasizmi? Bir aytib ko'raman odamlarga. Men olmayman lekin 90 ga. Bir aytib ko'raman chin dildan-da, bir do'stona ko'ring. O'shanga ham qanaqa kim chiqadi, men olaman deb shuni. Chiqsa pulingiz kerak emas. Olganda ham, sotganda ham. Bir aytib ko'ray, 90 million naqd pulga kim oladi deb. Nima deysiz? 19 mashinga 23 kuzib qo'yilgan. Necha pulda aytib ko'ray? Yo'q, u narxa to'g'ri. Yo'q, xo'p, necha pul deb aytib ko'ray. Oxiri 100 bo'lsa beraman mashinani. 2019 mashin, kim olsa 100 million bo'lsa berakalla. Ko'ringlar akalar, kimga muhim bo'lsa 100 million bo'lsa beraman debdilar. Menga pullaringiz kerak emas. Olganda ham, sotganda ham. Endi aqlim yetgancha savdo qildim, bermadilar. Kimgadir balki shu mashin muhim bo'lsa ko'rsin. 100 million bo'lsa beraman debdilar. Do'stim, mendan xafa emasmisiz? Aka, mendan xafachilik yo'qmi?